Birinchi o'rinda trombotsitlarning holatini tekshirib qo'yiladi. Qon ivish tizimida muammo bo'lishi mumkin, bitta sabab. Ham bu qizda menstruatsiya kelganiga hali 6 oy vaqt endi bo'ldi. 1 yilgacha demak o'z-o'ziga joy-joyiga tushib olishi kerak. O'shaning uchun 1 yilgacha gormon yozilmaydi. Endi undan tashqari ekstrenniy holatlar bor. Masalan, 1 oylab qon ketsa, gemoglobinga ta'sir qiladi yoki bo'lmasam mana hozir 1 oy ichida qon ketdi yoki bo'lmasam kuchli og'riqli holatlar bilan keladi, kista holatlari bilan keladi. Mana o'sha holatda bir yilni kutmasdan davolashga, chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Lekin baribir bitta gematolog konsultatsiyasi ham kerak. Trombotsitlar bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Hozir 10 tuxum donida 50 bitta follikula, 50 bitta kista turibdi. Qo'lga o'zi ilinmaslik kerak. Uni возрасти demak 2,5 sm atrofida